Assalamu alaikum dostlar. Bugün sizlerle ötüğen dersimiz mavzusi kvadrat tanımlar, kvadrat tanımının türleri. Endi aniqlamga to'xtab o'tib ketaylik. Kvadrat tanımı degan nima? Kvadrat tanım deb x kvadrat qo'shilgan bx qo'shilgan c teng 0 bu yerga a b c qanaqdir ba'zi bir sonlar. Yani qaytlaymiz, ax kvadrat qo'shilgan bx qo'shilgan c teng 0 turidagi tanimini kvadrat tanimi deb aytamiz. Masalan, abc ba'zi bir sonlar demak, xohlagan bir son. Aytaylik, 5x kvadrat qo'shilgan 3x qo'shilgan 7 teng 0 dek, biz nima yozdik? Kvadrat tanimi yozdik. Peki kvadrat tanımının en çoğun derecesi 2. Bir de a koefficientimiz qancha gitan? 5 gitan. B koefficientimiz 3 gitan. C koeffitsiyentiydi yoki c'ni bo'sh aza deb qo'ydi. Imенно c'ni bo'sh aza yozib qo'yish, bo'sh aza. Bo'sh azarimiz qancha gitan? 7 ga teng. Endi buna bir misol qarashtiraylik. A teng 1, B teng minus 2, bo'sh azarimiz 3, yoki salbiy son minus 3 bo'lgan kvadrat tanglimi tuzinglar deb hisob bersin deylik. O'chada qanaqamiz? Birinchi birimiz ax kvadrat. X kvadrat обязательно bo'lishi kerak. A koeffitsient qancha gitanki 1 ga teng. Demak x kvadrat deb yozsam bo'ldi. Har qanday belgis azaning oldida 1 degan son bor deb bilishimiz kerak. Kelasi qo'shilgan bx. Biroq b qanday son bizda? -2. Shuning uchun -2x deb yozmayman. B x ni olib turdi. X o'zgarmaydi. Ya'ni qo'shilgan c. Biroq c qanday son bizda? Salbiy son. Shuning uchun -3 teng 0 dek belgilan hisobimiz nima qildi? Chiqdi. Kelesi mundaq misol. Koeffitsiyentlar bilan bo'sh a'zolarni tepinglar. Bizga kvadrat tanimi berilgan. Biz barliq koeffitsiyentlar bilan bo'sh a'zoni tepishimiz kerak. Qarang. -x kvadrat -x -3 deydi. A qanchaga teng? Biz bilamiz a x kvadratning oldida turadigan son. A'miz bizning -1. B-chi, b x ni oldida turadigan son. X ni oldida 1 bor, bu tamom bilan -1 bo'ldi. C yoki bo'sh aza qanchaga teng bizda? -3 ga teng. Kelasi tanimi 3 dan x kvadrat ilingan 7 dan 3x qo'shilgan 6 dan 7 teng 0. A qanchaga teng? A x kvadratni oldida turgan son. Yoki buni biz x kvadratni oldida hech qanday son yo'q demaymiz, biz 3 dan 1. Oldida har qachon 1 bor, maxrijini qo'shib o'qiymiz. 3 dan 1 deb yozamiz. Kelasi x ning yoki b qanchaga teng? B biz bilamiz x ni oldida turdi. A x kvadratni oldida turdi, b x ni oldida turdi. X ni oldida qancha turdi? 3 demaymiz, 7 demaymiz, -7 dan 3 deb yozamiz. C u bo'sh aza qancha? 6 dan 7 ijobiy son. Kelasi 3-chi misol. 6 dan 2 ilingan 3x ilingan x kvadrat teng 0 deydi. A x kvadratni oldida turgan son. Endi bu yerda qarang, o'rinlarni almashtiribdi. Bu bizga hech qanday qiyinchilik yaratib bermaydi. Chunki a ning oldida qancha bor? A degan x kvadratni olib turadigan son. X kvadrat oldida har qachon 1 bor. Agar son yozilmasa, bu tamom bilan -1 bo'ldi. B x ni olib turadigan son. X ni oldida qancha turdi? -3. C u bo'sh aza qancha? 6/10 Kelasi misol. 5x kvadrat ilingan 4x teng 0 deydi. A x kvadratni olib turdi. X oldida qancha turdi? 5 turdi. Demak, a 5 ga teng. B x ni olib turdi qancha? -4. C bo'sh aza. Bo'sh aza bormi? Bizda yo'q. Demak, 0 deb yozib qo'ymayman. Kelasi a x kvadratni oldida qancha turdi? 0.3 turdi. 0.3. B x ni olib turdi. X'imiz bormi? Yo'q. Demak, b 0. C bo'sh aza qancha? -2.7. Ya'ni kvadrat tanimi deb a x kvadrat qo'shilgan b x
qo'shilgan c teng 0 türgi tamam itimiz. Qaytalab ötüp gidey. A x kvadratni alib turdi. B x'ning koeffitsiyenti, c bo'sh esa. Qaytalaymi? A x kvadratning koeffitsiyenti, B x'ning koeffitsiyenti, c bo'sh esa. Yoki alfabet bo'yicha A, B, C deb o'tdi. İngliz tilida shunga o'xshashlar bu harflar o'z ritmi bilan mangdi. Kelesi ax kvadrat qo'shgan bx qo'shgan c teng 0 bu bizni kvadrat tenglimi. Kvadrat tenglimi o'zi 2 ga bo'lindi. Keltirilgan kvadrat tenglimi ve keltirilmagan kvadrat tenglimi. Endi savol, bu ikkisining farqi nimada deyapti? Keltirilgan kvadrat tenglimi deb a koeffitsient 1 ga teng bo'lsa, a koeffitsiyenti 1 ga teng bo'lgan kvadrat tenglimini keltirilgan kvadrat tenglimi deb aytamiz. Mesela a 1 ga teng bo'lsa, x kvadratning oldiga 1 ni yozishning hojati yo'q. Aytaylik, bir qolgan bir tenglimizni x kvadrat qo'shilgan 2x qo'shilgan 3 teng 0 desam, bu menda keltirilgan kvadrat tenglimi. Chunki a qanchaga teng? 1 ga teng. Demak, keltirilgan kvadrat tenglimi deb a koeffitsiyenti 1 ga teng bo'lgan tenglimini kvadrat tenglimi deb aytamiz. Ya'ni keltirilmagan kvadrat tenglimi deb a koeffitsiyenti 1 ga teng emas. Yoki 1 dan boshqa sonlar bo'lishi kerak. Aytaylik, 2x kvadrat qo'shilgan 2x qo'shilgan 3 teng 0 bo'lsa, bu keltirilmagan kvadrat tenglim bo'ldi. Demak, a'ning o'rnida 1 bo'lsa, bu keltirilgan kvadrat tenglimi. A'ning o'rnida 1 dan boshqa qolgan son bo'lsa, bu keltirilmagan kvadrat tenglim deb ataladi. Ondan boshqa a'zolarining to'liq yoki to'liq emasligiga qarab kvadrat tenglimi 2 ga bo'lindi. To'liq kvadrat tenglim deb barliq a'zolari tugal bo'lsa, bu to'liq keltirilmagan kvadrat tenglimi desak bo'ldi. Buni to'liq keltirilgan kvadrat tenglimi desak bo'ldi. Ondan keyin to'limsiz kvadrat tenglimi deb bu to'limsizni etidan kelib chiqib to'limsiz. B yoki C koeffitsiyentlari 0 ga teng bo'lib qolsa, buni to'limsiz kvadrat tenglim deb aytadi. Qarang, ax kvadrat qo'shilgan bx qo'shilgan c teng 0. Shunda to'liq kvadrat tenglimi. Bu shuni birarisi 0 bo'lib qolsa, b teng 0 bo'lib qolsa-chi. B teng 0. 0 deganimiz yo'q. B 0 bo'lsa, bu tugal nima qilib ketadi? Yo'qolib ketadi. Yoki 0 ni son ko'paytsa 0. Demak, bu vaqtda biz nima qilib qoldi? Ax kvadrat qo'shilgan c teng 0 turidagi tenglimga kelib qoldi. Agar bizda c bo'sh a'zo 0 bo'lib qolsa-chi, c yo'q deb o'ylaylik. Yipalaylik yoki c-ni. O chaqda biz nima qildik? Ax kvadrat qo'shilgan bx qoldi. Demak, ax kvadrat qo'shilgan bx turiga kelib qoldi. Agar menda b mu ham c mu 0 bo'lib qolsa-chi, menda b 0 ham c mu 0. 0 yo'q. 0 yo'q. O faqat nima qildi? Ax kvadrat teng 0 turidagi tenglimga kelib chiqildi. Shu chaqda bular kvadrat tenglimni a'zolaridan to'liq yoki to'liq emasligiga qarab 2 ga bo'lindi. To'liq kvadrat tenglim deb 3 a'zosi bo'lsa, agar to'lmisi bo'ldi, qandaqdir bir a'zosi yo'q. Qarang, bu yerda 2 tala a'zo durustmi? 2 a'zo, mayli 1 a'zo. To'liq kvadrat tenglimda 3 tala a'zo bo'lishi kerak. Undaqda mındaq to'limsiz kvadrat tenglimni yechib kerak. Bu to'limsiz kvadrat tenglimi, bu yerda bizning bo'sh a'zolarimiz yo'q. Bo'sh tenglimni qanday yechimiz? Uning uchun bu yerda umumiy ko'paytgich x yoki har birisi x ga bo'linadi. X ni tirnoq sirida chiqaraman. 3x kvadratni x ga bo'lsam 3x qoldi. Elig'an 2x x bo'lsam 2 bo'ldi. Teng 0. Bu yerdan bizda 2 tenglim chiqdi. X teng 0 yoki 3x elig'an 2 teng 0 degan 2 tenglim chiqdi. Mana qarang, x teng 0 yoki 3x elig'an 2 teng 0 2 tenglim chiqdi. X teng 0 bu bir tomir chiqdi. Endi kelasi mush tenglim bu 6-sinf tenglimisi 3x teng 2 ga x teng 3 dan 2 ga. Demak, bizning shu tomirimiz bo'ldi javobi 0 yoki 3 dan 2 deb yozamiz. Kelasi bundaq tenglimni qarashtiraylik. 3x kvadrat elan 27 teng 0. Bu mu to'limiz kvadrat tenglimi? Bu yerda bizning b koeffitsiyentimiz 0 ga teng. Shunda-ku x'imiz yo'q, qaranglar. Endi bu tenglimni qanday yechimiz?
Onun için 3x kvadratını sol tarafta kaldırma. 27 10 tarafıga ötküzme. Plus 27 oldu. X kvadrat tep üçün 27'ni bölümüz 3'ge qancha oldu? 9 x kvadratı. X kvadrat teng 9 bolsa, ben x tep üçün plus minus to'g'risini 9 deb yozamiz. X teng plus minus to'g'risini qancha bo'ldi? То есть x 3 bo'ldi. Birinchi to'g'ri bizda 3, ikkinchi to'g'ri, yoki birinchi to'g'ri minus 3 deb olsak bo'ldi. Kichikroqini oldik. X teng 3 bo'ldi. Shu yerda javobi minus 3 ve 3. Kelesi bundaq tamam eshitib ko'raylik. 5x kvadrat teng 0'ga deydi. Eshish. Bundaq tamamda birdilla x teng plus x teng 0 deb yozamiz. Chunki 0 ning kvadrati 0. 5 0 ko'paysak 0. Buni yechimning faqat bu tamamning yechimi yolg'izla, yoki 0. Mustaqil tamamı salbiy son alaylik. Minus 3x kvadrat teng 0 deb berilsa, x teng 0 deb yozsak xatolashmaymiz. Kelesi biz bundaq tamamı 4x kvadrat bilan 5x teng 5 ko'paytirgan tirnoq ichida 20 ilgan x. Bu tamam ish uchun o'ng tarafga tirnoqlarni ko'paytirib ichib kerak. Onun uchun sol tarafdagilar o'z pichi ko'chirib olma. 5 ni har birisi ko'paytirib 5 ni 20 ko'paytsam 100. 5 ni x qilamiz, bu minus x. 5 ni minus x ko'paytsam minus 5x. Andan keyin qarama, bu tengning har ikkala tarafi birdek azab bormi? Birdek azab bor. Ular qaysi? Minus 5x bilan minus 5x. Tengning har ikkala tarafiga birdek azablar 0 ga qisqaraydi. Shu joyda biz qoldi 4x kvadrat teng 100 bo'lib qoldi. Bu yerdan x kvadrat tepish uchun nima qilma? 100 ni 4 ga bo'litma teng qancha bo'ldi? 25. Qandoq sonning kvadrati 25? Bu minus 5 ning kvadrati 25 hem 5 ning kvadrati 25. Kelesi bizim tamamımız 6x kvadrat qo'shgan 24 teng 0 deydi. 6x kvadratni sol tarafga qoldirib 24ni o'ng tarafga o'tkazsa minus 24 bo'ldi. X kvadrat tepish uchun minus 24 ni bölümüz qanchaga? 6 ga. X kvadrat teng bo'ldi minus 4 ga. Endi o'ylaymiz, qandoq sonning kvadrati minus 4? Eki cho'nqirqaroq o'ylasak, qandoq sonning kvadrati salbiy son? Sonning kvadratlaganda salbiy son chiqmaydi. Bizda sonni har qanday sonni kvadratlaganda bizda ya 0 chiqadi, ya bizda ijobiy son chiqadi. Bu yerda biz qanday son turdi? Salbiy son. Shu sababdan bir dil deb yozamiz, yechimi yo'q. Qarama, endi bunday misol 3x kvadrat qo'shgan nx qo'shgan m teng 0 tengimiz uchun to'mirlar bir to'miri 1, ikkinchi to'miri minus 3 bo'lsa, m va n sonlari tepama deydi. Yeshish. Bundaq hisoblash uchun x ning bergan ma'nolarini olib x o'rniga qo'yma. Birinchi qadim barliq x o'rniga 1 ni qo'yma. 1 ning kvadrati 1, 3 ni 1 ko'paytsam 3. Kelesi 3 ni n ko'paytsam n bo'ldi. Kechirsa x o'rniga 1 ni qo'ysam n ni 1 ko'paytsam n bo'ldi. Qo'shilgan m ni o'z pich yozma teng 0 bo'ldi. Kelesi x o'rniga minus 3 ni qo'ying. Minus 3 ning kvadrati 9, 9 3 27. Minus 3 ni n ko'paytsam minus 3 n bo'ldi. M boş yaza öz pich yozildi. Muşu tamamı sistem yechimi. Bu tamamı sistem yechish uchun qaranglar, n ning koeffitsiyenti minus 3, bu yerda n ning koeffitsiyenti 1. Birinchi tamamini 3 ko'paytirib beray. Barliq azalni 3 ko'paytma 9 qo'shilgan 3n bo'ldi, qo'shilgan 3m bo'ldi, teng 0. Ikkinchi tamamni o'z pich ko'chirib qo'ymay qaranglar. Endi her ikkala tamamni azalab qo'shma. Qarang, qo'shsam 36, 9 ga 27 ni plus 3n bilan minus 3n ni qo'shsam 0 bo'ldi. Demak, n'lar yo'qolib ketdi. 3m ga m ni qo'shsam 4m teng 0. Tengim o'nglashdi. Bu yerda 4m teng minus 36, o'ng tarafga o'tkazsam m teng minus 9. Demak, m ning ma'nosini nima qildim? Tip oldim. Endi n ning ma'nosini qanday? Bu yerda m ning ma'nosini apirib birinchi tanlamiga, ikkinchi tanlamiga, uchinchi, to'rtinchi qolgan bir tanlamga qo'ysam bo'ldi. Men eng o'ng'aysi birinchi tanlama.
birinchi tağılma m'nin o'rniga -9 qo'ydi. Shu 3ni üst pechi ko'chirma. Plus n'ni üst pechi ko'chirma. M'nin o'rniga kelganda -9 plus bu belgini o'zgartmaydi. -9'a bezma teng 0'ga. Kelesi n teng -9 o'ng tarafga o'tgan 9 bo'ldi. 3 o'ng tarafga o'tgan -3 bo'ldi. Alsam qancha bo'ldi? 6. Şundan cevabı m teng -9 n teng 6. Kelesi mundaq tengmiş görelük. 2x ilg'an 1'nin kvadrati teng 25 deydi. Yeshish. Bu tengmiş uchun 2x ilg'an 1'nin kvadrati teng 25 desa 2x ilg'an 1 teng plus minus to'g'risida 25 deymi. Qanday son kvadrat 25, durustmi? Bu yerda kvadrat qandaqdir, buni qandaqdir bir son, u sonning kvadrati 25 deydi. Demak, u sonning bir daraja tepish uchun to'g'risida olamiz. Bu yerdan 2 dan chiqadi. 2x ilg'an 1 teng birinchi qadamda -5 bo'ldi. Ikkinchi qadamda 2x ilg'an 1 teng 5 deb yechamiz. Bu yerda 2x teng -5 plus 1 2x teng -4 ga x teng -2 ga. Bu yerda 2x teng 5 plus 1 bo'ldi. 2x teng 6 ga x teng 3 ga. Cevabı -2 ve 3. Kelesi bizde mundaq tengleme 3 tranche 4x minus 1 teng 5 tranche 4x minus 1'nin kvadrati. Yani bu tenglimni qarsak, bayqab o'tsak, qarang 4x minus 1 4x minus 1 deydi, shundaqmi? Yani 4x minus 1'ni teng a deb olay. Shu chaqda mening tenglimim nima bo'ldi? 3a bo'ldi. Nima deysiz? 4x ilg'an 1'ning o'rniga a'ni qo'y. Bunu orada a'ni qo'yatsam 3a teng 5a kvadrat. Chunki bu kvadrat bor. Endi nima qilmayman? 3a'ni qoldirib 5a kvadratni beri o'tkazsam, sol tarafga o'tkazsam -5a kvadrat bo'ldi teng 0'ga. Ishkilida a bor, a'ni transfer chiqimi. Menda 3 qoldi, ilg'an 5a bo'ldi. Yoki a'ni transfer chiqqanga har birini a'ga bo'lma, teng 0'ga. Bu yerdan a teng 0'ga yoki 3 minus 5a teng 0'ga. Bu yerdan -5a teng bo'ldi -3 ga. A teng bo'ldi 5'ten 3 ga. Salbiy son bo'lish ijobiy son. Demak, bizning javoblar 0 bilan 5'ten 3. Endi aprab a'ni o'rniga mush berilgan ma'nolarni olib qo'yamiz. A'ni ma'nosi qancha bo'ldi? Birinchi qism 0 bo'ldi. Demak, a'ni o'rniga 0 ni qo'ysak, mening tenglimim 4x plus 1 teng 0 bo'ldi. İkinci qismda a'ning ma'nosi qancha? 5'ten 3. 5'ten 3 olib qo'ysam 4x minus 1 teng 5'ten 3. Berilgan tenglimni yechsak, mush tenglimni yechimini olamiz. Kelasi bizda bundaq hisob. Qarang, 6x kvadrat bilan 7x plus a deydi. -5 teng 0. Bu yerda bir tomiri, qandaqdir bir tomir 0 bo'lib qolsa, a'ning ma'nosini topinglar. Yoki bu parametr berilgan tenglim deydi buni. Qandaqdir bir tomir 0 bo'lsa, demak x o'rniga olib 0 ni qo'yamiz. Yig'ish qo'ysak bo'ldi, 0 qo'ysak, qayda x ko'paytiriladi, bular nima bo'lib ketadi? 0 bo'lib ketadi, durustmi? Biz faqat nima qildi? A -5 qildi. A -5 teng 0 tenglashtirsak, 0 tenglashtirsak, shu chaqda biza a teng qancha bo'ldi? 5 bo'ldi. Qaydan tushuntirib o'tgandek, x o'rniga 0 ni qo'yamiz. 0 bo'ldi, ko'paytirsak 0 bo'ldi. Haqiqatimizda a -5. 0 tenglashtirdik, a teng 5. Demak, javobi a 5 bo'lganda bir tomiri 0 ga teng bo'ldi. Bizning bugungi oxirgi misolimiz buni tenglaydi. Qaranglar. 6x kvadrat ilg'an 7 tranchida c kvadrat minus 9 ko'paytirilgan x plus 3 teng 0. Yani bu yerda c ning qandaq ma'nosida bu tenglama to'limsiz kvadrat tenglama bo'ladi. Qisqartib yozdim, xabar bo'lmanglar. Qaytlayman, c ning qandaq ma'nosida bu berilgan kvadrat tenglama to'limsiz kvadrat tenglama bo'ladi. To'limsiz kvadrat tenglimada biror a'zosi bo'lib ketishi kerak, 0 bo'lib ketishi kerak. Demak, bizda c kvadrat minus 9 agar 0 bo'lsa,
Demek o'ttirdagi a'zo barliq mumkin tugul yo'qolib ketdi. Bizning tanlimiz to'lmas bo'lib qoldi. Demek biz qana shart qo'yamiz? C kvadrat minus 9 0 bo'lishi kerak. Shu chog'da 0 bo'lsa, y ta 0 ko'paysa 0, x ko'paysa 0 bo'lib ketadi. Bizning tanlimiz to'lmas kvadrat tanl bo'ldi. Demek bu tanl ishimiz c kvadrat tang 9 ga c tang plus minus 3 ga. Sizlarga yana bir misolni tushuntirishni durust ko'rdim. İtaliq. Buna tam bir suneli. 2x minus 3 x plus 5 tang 3 tanışıda x plus 1. Bu tanımını kvadrat tanımı türü keltirip koefitsiyentleri aniqlama. A qanchaga tang, b qanchaga tang deydi. Onun için bu yerda old bilan har birisini ko'paytib ochamiz. Eshish 2x x ko'paysam 2x kvadrat, 2x'ni 5 ko'paysam plus 10x, minus 3'ni x ko'paysam minus 3x, minus 3'ni 5 ko'paysam minus 15. 10 tarafida 3'ni x ko'paysam 3x plus 3 bo'ldi. Endi barliq qazalan sol tarafga yig'ishtirma. 2x kvadrat plus 10x minus 3x minus 15 minus 3x bo'ldi. O'tganda minus 3 bo'ldi. Tang 0. O'xshash zamon yig'ishtiramiz. 2x kvadrat o'z pichi qoldirma. 10x minus 3x minus 3x. 10x ni 3x olsam 7x, 7x 3x olsam 4x plus 4x. Kelasi minus 15 minus 3 minus 18 tang 0 bo'ldi. Bu tanımın barliq a'zolarini 2 bölüp ötsek bo'ldi. Bölmesek ham bo'ldi. Agar 2 bölmegen holatda bizda a qanchaga tang 2 tang, b bizda 4 tang, boş a'zorimiz minus 18 tang. Agar biz buni 2 bölüp holatda biz qana tanımimiz keltirilgan kvadrat tanımimiz. Kvadrat tanımı alamiz. 2 bölüp holatda x kvadrat qo'shilgan 4x o kechirsa 2x bo'ldi. Minus 9 tang 0. O'sha bu bizning qana tanimi keltirilgan kvadrat tanimi bo'ldi. Keltirilgan kvadrat tanimiga, ya'ni italiq har qanday tanimni keltirish bo'ldi. Italiq 5x kvadrat ilon 3x plus 1 tang 0 bo'lsa, bu tanimi kvadrat tanimi keltirilmagan. Buni keltirilgan kvadrat tanimi keltirib desa, buni 5 dan qutulsa ketadi. 5 ga bölüytimiz bir-birlab. Şu x kvadrat bo'ldi. Ilg'an 5 dan 3 bu kesir turida qolaversin. Qo'shilgan 5 dan 1 tang 0 bo'lsa, bu keltirilgan kvadrat tanimi deb ataldi. Shuna bugungi darsimiz oyoqlashdi. Barlarga diqqatingizga ko'p rahmat.